Navbatdagi Kia Motors avtomobilining tentini qilyapmiz. Mana buni egalari o'zlari karkasini to'qib kelgan ekan. Ustiga tentini tortib bering deyishadi. Mana tentini tortish jarayonidamiz, ko'rishlar mumkin. O'zlari qo'lbola qilib qilishibdi. Mana ustiga mana taxtani qatirib berdik o'zimiz MDFda. Mana ustidan tent qoplayapmiz. Tentni men yalg'amchilik variantda bo'lsa ham tarayma bo'ladi. Ular arasi bilan tortib qilyapmiz. Hali to'liq bitgani yo'q. Keyinlagina to'liq video qilib tashlaymiz. Mana balandligini 2 metr qilib cheklashimiz ham. Juda baland o'tdi mana. Pura qilib yuboribdi. Assalomu alaykum. Mana kiyamiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Orqadan ko'rinishi mana. Mana bu holatda kalisovlar bilan shanlab chiqqanmiz. Bayrionlariga berib olibdi. Bu yoni mana. Tayiniga bo'lsa nog'ora va misol. Xizmatlar bo'lsa murojaat qilaverasizlar.